O'zingga kengligi yer osmonchalik bo'lgan jannatni eslatgin. Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan, shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan zerikish paydo bo'ladi. Agar mana shunday holatga kelib qoladigan bo'lsang, birodar, Robbingning huzurida seni kutib turgan, sen uchun tayyorlab qo'ygan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh o'sha jannatga borasan. Mana shu e'tiqod bilan yashaydigan bo'lsang, ustingga kelayotgan, seni yuragini siqayotgan bu balolar, musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Aqlli insonlar o'zlarini oxirat uchun ishlashadi. Chunki oxirat bu dunyodan ham yaxshiroq, ham boqiroq. Ahmoq odamlar bo'lsa, mana shu dunyoni o'zinigina o'zlariga qarorgoh deb bilishadi. Shu dunyo hayotini, huzur halovatini orzularining cho'qqisi deb biladi. Alloh taolo aytadi: "Bal tu'sirunal hayatad dunya val axiratu xoyrun va abqa." Yo'q, sizlar dunyoni ustun ko'rasizlar. Vaholanki oxirat ham yaxshiroq, ham boqiroq. Birodar, dunyodan zerikkan bo'lsang, muammolardan to'ygan bo'lsang, ko'ngling sovib ketayotgan bo'lsa hayotdan, seni oxiratda kutib turgan jannatni eslat. Shunda bu musibatlarning hech narsa bo'lmay qoladi. Musibatga eng besabr odamlar kimlar bo'ladi? Ayni oxiratda unutganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar. Chunki mana shu dunyoni ichida dunyoda o'ylashadi. Ularning ko'ziga faqatgina shu dunyo hayot ko'rinadi. Undan boshqa narsani tasavvur qilisha olmaydi. Undan boshqa dunyo haqida fikr qilmaydi. Ular shu dunyoni o'zida huzur halovatni xohlaydi. Alloh azza va jalla yaratgan narsalar, mana siz bilamiz dunyoyimizda. Har bitta yaratgan narsani ziynati bor va shu narsani orqasida maqsad bor. Har bitta yaratilgan narsani ziynati bor va maqsadi bor. O'simliklar, ularning ziynati bargi va guli. Lekin maqsadi nima? Maqsadi nima? Doni va mevalari. Kiyimlar. Uni ziynati rangi, fasoni, shakli, uzunligi, kaltaligi. Lekin maqsadi nima undan? Avratni yopishligi. Dunyo hayoti, birodarlar. Buni ham Alloh taolo yaratdi. Uni ziynati boylik, farzandlar, oltin kumushlar, uylar, qimmatbaho ulovlar. U ziynati dunyo. Lekin maqsadi-chi? Iymon va solih amal. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Dunyoni turgan bitgani ziynat, lekin undan ko'zlangan maqsad ibodat. Shuning uchun kim asosiy maqsadni unutib qo'ygan bo'lsa, faqatgina ziynati bilan ovora bo'lib qoladi, natijada ziyonga uchraydi. Ana shu dunyoni ziynati degan, dunyoda matohlari qo'lingdan ketib qolsa, birodar, siqilma. Chunki maqsad ziynat emas. Maqsad ziynat emas. Maqsad iymon, ibodat, solih amal. Astagfirullah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sizlarning ichingizda qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini sinashlik uchun yerdagi bor narsani ziynat qilib qo'ydik. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Nima uchun? Sinash uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini bilishligimiz uchun. Oyatni qarang. Va inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shubha yo'qki, mana shu yerda ustidagi hamma zebi ziynatlarni sip-silliq, qup-quruq qilib yo'q qilib qo'yadigan ham bizimiz, deyapti. Demak, dunyoni ziynati uni mana matohlari. Lekin dunyodan ko'zlangan maqsad nima? Iymon, taqvo, solih amal. Endi ana shu ziynati hisoblangan dunyoni ozgina matoh qo'lingdan ketib qolsa, siqilma, birodar. O'zingga nimani eslat? Jannat deb jina sabr qil, ozgina sabr qil, jannatga borasan. Dunyo ishi seni qiynagan bo'lsa, g'aming, darding, musibating ko'paygan bo'lsa, o'zingga oxiratni eslat, birodar. Bu dunyoni o'tkinchi ekanligini yodingga ol, shunda ishing oson kechadi. Ko'plagan oyatlarda mana shu dunyoning ziynatiga aldanib qolishlik qanchalar achinarli hol ekanligini Alloh bayon qilgan Qur'onda. Astagfirullah. Va ma hadihil hayatud dunya illa lahwun va la'ib va inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Bu dunyo hayoti faqat bir nafaslik o'yin kulgudir. Agar ular bilsalar,
oxirat diyorigina mangu hayot diyoridir. Agar faqat dunyoni o'zi bilan ovora bo'layotgan johillar ko'zlaridan shu pardani olib tashlab olganida abadiy hayot haqida, abadiy ne'mat haqida, qasrlari haqida xabar berilgan vahiyga quloq tutgan bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyoning ne'matlari bilan jannatdagi ne'matlarni taqqoslab berganlar. Aytganlarki, "Mawdhi'u sawtin fil jannati khayrun minad dunya va ma fiha." Dunyoda ham matoh bor, hovlilar bor, bog'lar bor, uchastkalar bor, xullas dunyo matoh, hovlisi. Rasululloh aytibdilar, jannatda bir qamchi tegadiganchalik joy. Qamchini yerga bir urdingiz, qancha chizadi yerni. Ana shu qamchini uchi tegadiganchalik joy jannatdagi joy. Dunyo va undagi hamma narsadan afzal. Shuning uchun arzimagan dunyo matohi qo'lingdan ketsa, arzimagan dunyoni huzur halovati sen qo'lingdan ketib, yuraging siqilib, hayotdan to'ydirib yuborayotgan bo'lsa, o'zingga nimani eslat? Jannatni eslat. Vallohi jannat juda ham qadrli narsa. Haqiqatan siz bilan biz mehnat qilib, kurashib, jiddiy jahd qilishga arziydigan narsa. Bilasizmi jannatda nimalar bor? Nimalar yo'q? Kasallik yo'q. Kiyimlarda